bu dunyoda jannatni hidini hidlasa bo'ladi dedilar. Bu dunyoni o'zida. Sahobalar hayratga tushdi, yo Rasululloh, qanday qilib bu dunyoda jannatni hidlasa bo'ladi? Yosh go'daklarni bo'yi dedilar, jannatning bo'yidir dedilar. Chaqaloqlardagi yoqimli hidning ona organizmiga ta'siri. Ma'lumki, homiladorlik murakkab jarayon. Homiladorlik vaqtida ona katta kuch va psixologik zo'riqish holatiga tushadi. Tug'ruqdan keyin esa ona charchagan bo'lsa ham o'z bolasiga qarashi, emizishi kerak. Chaqaloqlardagi hid charchagan ona organizmiga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Bu hidni sezgan onaning kayfiyati ko'tariladi. Bosh miyasiga ta'sir qilib, bosh miyadan baxt gormoni dopamin, serotonin ajralishini kuchaytiradi. Har bir ona o'z farzandining hidini biladi. Bola ham o'z onasining hidini biladi. Shuning uchun bolani begonalar ko'targanda u yig'lashni boshlaydi. Chunki begona hid keladi.